Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lib chiqadigan ideal birinchi tayyorlashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz mazali yumshoqqina chiqadigan birinchi tayyorlanishini o'rganib olasiz. Idishimizga 1 litr sut solamiz yoki sut zardobidan men foydalandim qizlar. Ketidan 2 ta tuxum, shakar, tuz va o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtiramiz. Un solishdan oldin iste'mol sodasini solib, ketidan un solamiz. Yaxshilab vinchik orqali aralashtiramiz. Masa ko'rinishi xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Juda ham quyuq ham qilvormanglar qizlar. Tovamizni yaxshilab qizdirib, yarim cho'michdan masani solib, birin-ketin pishirishda davom etamiz. To'liq masalliq retseptini qizlarjonlar yozma ravishda qoldiraman. Tayyor bo'lgan bilinchiklarni xohlasangiz nachinkali qilib ham tayyorlasangiz bo'ladi. Men shunchaki ustidan shokoladli ganash qildim va bezatib oldim. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlarjonlar, yumshoqqina bitada o'xshab chiqadigan retseptni yaqinlaringizga ham ulashib, kanalda aktiv bo'lib reaksiyalaringizni ayamay turing. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sizlar bilan Dilnoza bo'ldi.